Men kichkina vaqtimda uyda kompyuter bo'lar edi. Esimda shu o'qishdan kelsam akam ertalabdan kechgacha kompyuterda o'tirib, kod yozib o'tirgan, programma ishlayotgan bo'lar edi, dasturlar yaratib. Qo'shnilar, uydagilar aytgan, "Nima qilasan, IT sohasida ta'lim ol. Qiz bo'lasan. Tatuda, Nukus filialida deyarli 90% yigit kishilar o'qiydi, faqat bolalar o'qiydi. Nima qilasan universitet? Uning o'rniga doktor bo'lsang bo'ladi, uning o'rniga pedagog bo'lsang bo'ladi" deganlar. Nimaga men boshqa sohani tanlashim kerak? Men u sohalarga qiziqmayman. Yaxshi soha, misol uchun doktor bo'lgan yaxshi soha, yaxshi daromad topadi, to'g'ri, lekin meniki emas u narsa. Tatu Nukus filialida bir nechta yutuqlarga erishganman shu universitetda. Undan keyin hozirgi vaqtda shu Tatu Nukus filialida magistraturada birinchi bosqichda o'qiyman. Sanda shuncha yutuq bor. Nimaga o'zing o'quv markazi ochib, yoshlarni IT sohasiga qiziqtirib shug'ullanmaysan degan. Boshida qiyin bo'ldi, lekin hozir shuncha o'quvchi, shuncha talaba o'qitdik hamda o'zimda ishchilar ham bor, qo'l ostimda ishlaydi, bitta komanda yig'yapman yonimga. Menda tug'ilgan kunlarga borish, to'ylarga borish degan narsa уже faqat men vaqtim bo'lsa boraman, vaqtim yo'q bo'lsa uzr so'rayman. Agar biznesdan bo'sh vaqtim bo'lsa, biznesni qanaqa rivojlantirishga bo'ladi degan narsa savol bilan shu savolga javob qidirib o'tiraman. Ishonmaganda menga juda ham qattiq ta'sir etar edi. Nimaga menga ishonmaydi? Nimaga qiz bolaga ishonmaydi? Nimaga bizning mamlakatimizda shuncha imkoniyat bor, lekin qiz bolaga bo'lgan ishonch yo'q IT sohasida. Birinchi navbatda Qoraqalpog'istondagi eng yirik IT kompaniyalarining biriga aylanishga qolar edim. Hamda mening kompaniyamning nomi faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoga tanishni qolar edim. IT sohasiga hurmatli prezidentimiz shuncha e'tibor qaratyapti, shuncha ishonch bildiryapti. Asosan shu xotin-qizlarga bo'lgan ishonchi, bizlarga yaratgan imkoniyatlari bor. Shu hammasidan foydalansak, menga o'xshagan kompaniyalar asoschilar ko'payadi. Mana shu kompaniyalar ko'paydi degani bizlarni O'zbekistonni dunyo miqyosidagi IT bozoridagi o'zini vazni boshqacha bo'ladi. Obro' e'tibor boshqacha bo'ladi. Assalomu alaykum. Men To'ri Muratova Bebinoz, Datasoft Academy mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari va asoschisiman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida tug'ilib o'sganman. Maktabni a'lo baholarga tugatib, o'qib, ta'lim olganman. Hozirgi vaqtda shu IT kompaniya direktori bo'lib hisoblanaman. IT kompaniyamiz IT Park prezidenti hisoblanadi. IT sohasiga, axborot texnologiyalari sohasiga bolaligimdan 7-sinfimdan qiziqib boshlaganman. Buning sababchisi akam bo'lgan. Akam ham dasturchi, Tatu Nukus filialida o'qib ta'lim olgan. Men kichkina vaqtimda uyda kompyuter bo'lar edi. Esimda shu o'qishdan kelsam akam ertalabdan kechgacha kompyuterda o'tirib, kod yozib o'tirgan, programma ishlayotgan bo'lar edi, dasturlar yaratib. Bir kun kelib so'rasam, "O'zi nima bilan shug'ullanasiz? Nimaga ertalabdan kechgacha kompyuterda o'tirasiz, qora ekranga qarab?" desam, "Sen hozir matematikadan qo'lda yechayotgan misollaringni men dastur bilan yechaman. Ya'ni sen har bir misolni qo'ldan yechib chiqadigan bo'lsang, kvadrat tenglamani men bitta kod yozaman-da, men o'rnimga hamma tenglamalarni yechib beradi" degan vaqtida men o'ylab qo'yganman. Demak, axborot texnologiyalari yo'nalishida bizlar hamma narsani avtomatlashtirishga bo'lar ekan. Xohlagan prosesimizni shunaqa dasturlar yarata olamiz, umuman vaqtimizni tejab hamda o'zimizni bitta yaratgan dasturimiz orqasida bir nechta muammolarga yechim topsak bo'lar ekan degan fikr paydo bo'lgan. Kichkina vaqtimdan shu Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filialiga o'qishga kiraman deb olingan maqsad qo'yganman. Shu maqsad qo'yganman, lekin qo'shnilar, uydagilar aytgan, "Nima qilasan, IT sohasida ta'lim ol. Qiz bo'lasan. Tatuda Nukus filialida deyarli 90% yigit kishilar o'qiydi, faqat bolalar o'qiydi. Nima qilasan universitet? Uning o'rniga doktor bo'lsang bo'ladi, uning o'rniga pedagog bo'lsang bo'ladi" deganlar. Men aytganman, "Yo'q, IT sohasiga men rostdan ham qiziqaman, matematikani yaxshi bilaman. Nimaga men boshqa sohani tanlashim kerak? Men u sohalarga qiziqmayman. Yaxshi soha, misol uchun doktor bo'lgan yaxshi soha, yaxshi daromad topadi, to'g'ri, lekin meniki emas u narsa" deganimda ota-onam ham tushunib, akam ham menga juda ham ko'p yordam berganlar shu o'qishga kirishimga. Shu universitetni tanlab 2020-yili byudjet asosida, grant asosida ta'lim olishni boshlaganman. Tatu Nukus filialida bir nechta
yutuqlarga erishganman shu universitetda. Undan keyin hozirgi vaqtda shu Tatунux filialida magistraturada birinchi bosqichda o'qiyman. Bu akademiyani, bu IT kompaniyani asosa olishdan oldin men Data Life Center, hozirgi vaqtda ham Data Life Center direktori bo'lib hisoblanaman. Ya'ni bu ta'lim kompaniyasi, ta'lim beradigan kompaniya. 2020-yili o'zim shu joyga birinchi bo'lib student talaba hisobida kurslarga qatnaganman, lekin ular offline tarzda bo'lgan. Ya'ni karantin vaqtida offline ta'lim olish juda ham qiyin edi. Ta'lim olib, tahsil olib bo'lgandan keyin menda g'oya bo'lgan, nimaga bizda Qoraqalpog'istonda onlayn kurslar yo'q. Ya'ni Zoom platformasi orqali bo'lsin, boshqa bir onlayn platformalar orqali bo'lsin, biz onlayn kurslar tashkil qilsak bo'ladi-ku, nimaga faqat offline kurslar bilan shug'ullanamiz degan ideya bo'lgan. Shuning orqasida 2024-yili kompaniyaga asos solib, hozirgi vaqtda 300 ga yaqin xotin-qizlarni va yoshlarni shu axborot texnologiyalari yo'nalishida o'qitib kelyapmiz. Bu startup ideyani asosan shu karantin vaqtida kelib qolgan, o'ylab yurganman ko'p vaqt davomida. Qanaqa bo'lar ekan Qoraqalpog'istonda buni tajriba hech kim qilmagan oldin. Men qiz bola bo'lib turib buni boshini boshlasam, men qo'limdan kelarmikan degan savollar bo'lgan. Lekin bu g'oyani amalga oshishga ko'pdan yordam bergan bu Oila va xotin-qizlar qo'mitasi Qoraqalpog'iston Respublikasi raisi bo'lib hisoblanadi. Senda shuncha yutuq bor. Nimaga o'zing o'quv markazi ochib, yoshlarni IT sohasiga qiziqtirib shug'ullanmaysan degan. Qoraqalpog'istonda 16 ta tuman bor. Shu 16 ta tumandan hamma ham markazga kelib o'qishi qiyin. Nimaga onlayn qilmaysan degan. To'g'ri, boshda offlayn boshlab turib, keyin onlaynga o'tib ketsang bo'ladi-ku degan vaqtida men aytganman, men endi 4-kurs bakalavriat studentiman, talabasiman. Men qo'limdan kelarmikan bu narsa? Oldin faqat oddiy o'quv markazlarida ishlaganman. Men tajribam yetadimi? Biznes boshqaruvda baribir bu boshqacha bo'ladi. Soliq stavkalari qanaqa bo'ladi? Men hech narsadan xabarim yo'q degan vaqtimda o'zim senga konsultatsiya beraman, o'zim yordam beraman, maslahat ko'rsataman deganlarda boshida qiyin bo'ldi, lekin hozir shuncha o'quvchi, shuncha talaba o'qitdik hamda o'zimda ishchilar ham bor, qo'l ostimda ishlaydi, bitta komanda yig'aman yonimga. Startup hozir menimcha уже MVP darajasidan o'tdi, chunki 2024-yili mart oyida ochganman. 2024-yil oxiriga hisoblab ko'rsam 80 million оборот bo'lgan ekan вообще. 80 million men uchun juda kam ko'rindi, chunki axborot texnologiyalari sohasida buni bitta proyekt bilan topsa bo'ladi, bitta loyiha bilan. Men o'zimga savol berdim, qaysi joylarda men xato qildim, analitika qildim. Hozirgi vaqtda birinchi kvartalning o'zida 2025-yilni 45 million so'm оборот qildi firma. Oldingi 1 yillik оборотdan ko'p bo'ldi, birinchi kvartalning оборoti. Shu bilan birga $10 ming pul mablag'ni eksport qildi. Ya'ni konsalting xizmat ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda firma faqat ta'lim rezidenti bo'lib hisoblanmaydi, ya'ni faqat o'quv markazi emas, balki Data Life firmalari, boshqa shu Qoraqalpog'dagi firmalar, chet el firmalariga konsalting bo'yicha xizmat ko'rsatadi, ya'ni maslahat ko'rsatadi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish bo'yicha, dizayni bo'yicha, digital marketing bo'yicha. Asosiy daromad 3 ga bo'linadi. Birinchisi bu ta'lim yo'nalishi, ya'ni biz ta'lim bilan shug'ullanamiz. O'qitamiz o'quvchilarimizni har xil kurslarda, front end, back end, computer foundation bor va hokazo. Ya'ni bu ta'lim yo'nalishi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu bizlarning maslahat ko'rsatadigan xizmatimiz turi. Har xil kompaniyalarga, faqat IT kompaniyasi bo'lish shart emas. Misol uchun bitta stроительный kompaniya bo'lishi mumkin. Ularga qanaqa qilib o'zlarining biznesini avtomatizatsiya qilishga bo'ladi degan maslahat ko'rsatamiz. Va maslahat ko'rsatib, shu bilan birga agar to'g'ri kelsak, texnik zadaniyasi bilan, do'g'rilar bilan to'g'ri kelsa, shartnoma qilib, ularga programmasini ishlab beramiz o'zlarimiz. Uchinchi yo'nalish bu chet elga eksport yo'nalishi, ya'ni Qozog'iston hozirgi vaqtda Qozog'iston mamlakati bilan ishlayapmiz. Yakka tadbirkorlar bilan ishlashib, ularni magazinlari bo'lishi mumkin yoki bitta choyxonasi bo'lishi mumkin, restorani bo'lishi mumkin. Shularga qanaqa qilib, opet-taki biznes proseslarni qanaqa qilib avtomatizatsiya qilishga bo'ladi, qanaqa qilib monitoring yurgizishga bo'ladi, shu bo'yicha konsultatsiya beramiz. Hozir menda 24 ga 7 ishlayman. Chunki men biznesmenman, men tadbirkorman. Tadbirkor bo'lganim uchun men hamma vaqtda o'zimning biznesim uchun vaqt topishimiz kerak. Menda tug'ilgan kunlarga borish, to'ylarga borish degan narsa уже faqat men vaqtim bo'lsa boraman, vaqtim yo'q bo'lsa uzr so'rayman. Chunki men uchun birinchi o'rinda hamma vaqtda biznes turadigan bo'ldi. Men biznesim uchun kerak bo'lsa, men biznesda o'tiraman shu ofisda.
Agar biznesdan bo'sh vaqtim bo'lsa, biznesni qanaqa rivojlantirishga bo'ladi degan narsa savol bilan shu savolga javob qidirib o'tiraman. Hamma narsani tashlab ketishga unaqa vaziyatlar bo'ladi, lekin men o'zimga mana shunaqa odamman. Bitta maqsad qo'yaman, shu maqsadga erishmasam, ortga qaytish yo'q menda. Menda shu kichkina vaqtimdan shunaqa tarbiya olganmizmi, disiplina degan narsa bo'ladi. Shu disiplina bilan ertalabdan 8da turishim kerakmi, 8da turaman. Nima qilishim kerak? Loyiha ustida ish olib borishim kerakmi? Loyiha ustida ish olib boraman. Ya'ni qanaqa qiyinchilik chiqsa ham, u qiyinchilikni har doim yechimi bo'ladi. Shu yechimini topishga harakat qilganman. Lekin shunaqa vaziyatlar ham bo'ldi. Endi ko'pchilik ishonmaganda menga juda ham qattiq ta'sir etardi. Nimaga menga ishonmaydi? Nimaga qiz bolaga ishonmaydi? Nimaga bizning mamlakatimizda shuncha imkoniyat bor, lekin qiz bolaga bo'lgan ishonch yo'q IT sohasida. Demak, menda shu narsa motivatsiya bo'lar edi. Men dalil qilib isbot qilishim kerak shu narsani deb. Bizlarga agar IT park bo'lmaganida juda ham qiyin. Shu har bir chet elda xizmat safarida bo'lgan vaqtimizda IT park direktori yonimizda bo'ladi, Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqa vakillari bo'ladi IT parkni. Hammasi bizlarga kafolatchi sifatida yonimizda bo'lib, kompaniyalar bilan uchrashgan vaqtimizda men borman. Men sizlarga kafolat beraman. Bu kompaniya bilan ishlashsangiz, sizlarga hamma produkt xizmatlarni qilib beradi, yaxshi xizmat ko'rsatadi deb. Agar o'rtada shu kafolatchi bo'lmasa, bizlarga juda ham qiyin bo'ladi. Yana bitta misol sifatida Coursera ta'lim platformasiga bepul tarzda IT park rezident kompaniyalarini, xodimlarni bepul tarzda o'qitish masalasi bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Chunki bizlarning xodimlarimiz Coursera onlayn platformasidagi xalqaro darajadagi kurslarga bepul ta'lim olish imkoniyatiga ega. Bu degani, men xohlasam Google'ni, xohlasam Harvard, Stanford universitetlarini kurslarini bepul o'qisam bo'ladi. Men xodimlarni bepul o'qisa bo'ladi. Bu IT park tomonidan yaratilgan juda ham katta imkoniyat. Chunki bu kurslarni agar men o'zim o'qiyman desam, dollarda pulni to'plab to'lashim kerak bo'ladi. Bu juda qimmatga tushadi. IT park bo'lsa, shunday kompaniyalardagi xodimlarni rivojlanishi uchun shaxsiy bilimlarini yanada ko'nikmalarini yanada yaxshilash maqsadida shu platformaga bizlarga imtiyoz sifatida yaratib bergani bu ayriqcha e'tiborga sazovor deb hisoblayman. Agar IT sohasidagi kompaniya ochmoqchi bo'lsa, albatta IT park rezidenti bo'lishi kerak. Chunki IT park o'zi startap loyihalarga hamda endi boshlayotgan kompaniyalarga ko'plab yordam ko'rsatadi. O'zlari yo'nalish beradi. Faqat zo'r g'oya bilan kelsa bo'ldi. O'zlari menejerlari keladi, sizlarga zo'r yo'nalish beradi, zo'r motivatsiya beradi. Hamda sizni yaratgan mahsulotingizni respublika darajasiga olib chiqishga, xalqaro darajasiga olib chiqishga ularda seminar, trening, workshoplar tez-tezdan bo'ladi. O'zlarimiz ham ko'p qatnashamiz onlayn workshoplarga, onlayn treninglarga. IT parkni tashkil qiladigan workshop treninglari ular faqat IT park rezidentlari uchun emas. Hamma qatnashsa bo'ladi. Men shu workshoplarga qatnashib, o'zini bilimini, tajribasini orttirishga maslahat bergan bo'lar edim. Men xohlar edim, O'zbekistonning o'zi juda ham katta IT hubni o'ziga aylanishiga, Silikon vodiysiga aylanishiga. Men shu narsa realizatsiya bo'lishi uchun, amalga oshishi uchun men kompaniyam o'zini ulashini qo'shsa, kichkina bo'lsa ham, men juda ham baxtli inson bo'laman. Kelajakda shu IT sohasiga hurmatli prezidentimiz shuncha e'tibor qaratyapti, shuncha ishonch bildiryapti. Asosan shu xotin-qizlarga bo'lgan ishonchi, bizlarga yaratgan imkoniyatlari bor. Shu hammasidan foydalansak, menga o'xshagan kompaniyalar asoschilari ko'payadi. Mana shu kompaniyalar ko'paydi degani, bizlarni O'zbekistonni dunyo miqyosidagi IT bozoridagi o'zini vazni boshqacha bo'ladi. Obro'-e'tibor boshqacha bo'ladi. Men xohlarim boshqa bir mamlakatga borib, O'zbekistondan IT kompaniyasi rahbariman degan vaqtda, demak bu kompaniya bilan albatta ishlash kerak, chunki bular O'zbekistondan kelganlar, bular shuncha IT sohasida birinchi o'rinda turadi degan narsani eshitishni xohlar edim.